Bu video orqali yosh onalarimiz qiynaladigan turli savollarga javob beramiz. Boshladik. Assalomu alaykum doktor, chaqalog'im 1,5 oy qorindan bo'lyapti, ichi yaxshi kelmaydi. Espumizan berdim, ta'sir qilmadi. Chaqaloqlarda qorin dam bo'lishi ichak kolikasi nomlanadi. Undan tashqari ich yaxshi kelmasligi bu ko'p uchraydigan muammolardan hisoblanadi. Birinchi navbatda buni sababi nimada bo'ladi? Sababi bolalar onasini emayotgan paytda ko'pincha havo yutadi sut bilan birgalikda va natijada u havo qorinda, oshqozonda bolani bezovta qilishi mumkin. Aksariyat holatlarda oshqozon ichak tizimi hali to'liq rivojlanmaganligi tufayli bolalarda qorinda gaz bo'lish ehtimoli baland bo'ladi. Nazarda tutaylik, bola onadan tug'ilgan zahoti, mana hozir bu bola 1,5 oylik bola ekan, onadan tug'ilganda ichak mikrofloralari bo'lmaydi, ya'ni ichaklar steril bo'ladi. Bola onani emishni boshlagandan keyin ichakka mikrofloralar tushadi, ya'ni bakteriyalar tushadi. Bular esa sutni hazm qilishda yordam beradi. Mikrofloralar ichakka tushgandan keyin to o'sha ichakdagi mikrofloralar normal, mo'tadil darajaga chiqib olguncha bola onasini sutini hazm qilganda ko'p gaz hosil qiladi va natijada ichaklar nima qiladi? Bezovta bo'ladi. Bolada kuchanish, g'ijinish, g'inshish yoki yig'lash yoki turib chirillab yig'lab qolish ehtimollari ham kuzatiladi. Bu holatda onalar albatta e'tiborli bo'lishlari kerak. Bolani qonida gaz bo'lyaptimi yoki boshqa qandaydir muammo bormi, bunga e'tiborli bo'lish kerak. Ichaklar mikroflorasi to'liq tiklanishi uchun bolaga kamida 6 oy kerak bo'ladi. Aksariyat holatda tug'ilgandan 1-3 oygacha eng onalar uchun qiyin davr hisoblanadi. Bolani umumiy tashqi muhitga moslashishiga vaqt kerak bo'ladi. Sabab nimaga? Sabab bola onadan tug'ilganda to'liq a'zolar rivojlangan bo'lishiga qaramasdan ba'zi tizimlar hali yakunlanmagan holatda bo'ladi. Masalan, nerv tizimida bolalarda ko'zini qorachig'ini g'ilay bo'lishini ko'rishingiz mumkin. Bu ham normal hisoblanadi. 3 oygacha normal hisoblanadi. Undan tashqari keyin bolalarda qorin gaz bo'lishi va qusish, ko'pincha bizda regurgitatsiya deyiladi. Onasini sutini emgandan keyin bola ma'lum miqdordagi sutni og'ziga qaytarib chiqaradi. Bu ham aksariyat holatlarda oshqozon ichak tizimini to'liq rivojlanmaganini belgisi hisoblanadi. Aksariyat 3 oydan o'tgandan keyin bolalarda yuqoridagi muammolar sekinlik bilan nima qilib boradi? Kamayib boradi. Hop, bunda nima qilish kerak? Birinchi navbatda qorinni soqot strelkasi bo'ylab massaj qilish, oyoqlarni qoringa bukib sekin-sekin mashq qildirish bola uyg'oqlik paytida albatta. Bolaga o'sha sizga berayotgan espumizanni tez berish, har emizishdan oldin berishingiz mumkin bo'ladi. Keyin nazarda tutaylik, espumizan tarkibida simmetikon saqlovchi gaz haydovchi vosita bo'lib, bu vosita inson tanasiga so'rilmaydi, ya'ni og'izdan kirib, orqa teshikdan chiqib ketadi. Shuning uchun buni 3-4 yoki 5 tomchi berayotgan bo'lsangiz, bemalol qo'rqmasdan 10 tomchi berishingiz mumkin va har emizganingizda berishingiz mumkin bo'ladi bolaga. Shunda bu gazlarni haydashga yordam beradi. Keyin nazarda tutaylik, bola espumizan berganingizdan keyin ham bezovtalanishi mumkin, ha, mumkin. Xo'p, unda men espumizan yordam bermayapti degani emas. Espumizan yordam beryapti, lekin bola to'liq nima qilmayapti, hali gazni chiqarishga ulgurmayapti yoki qiynalyapti. Buni hech qisi yo'q. Bu aytganimizdek qorinni massaj qilish va qonni oyoqlariga aniq qilish. Keyin bola ozgina sal kattaroq bo'lgandan keyin, taxminan shu 2-3 oydan o'tgandan keyin bolani uyg'oqlik paytida ozgina qorniga yotqizsangiz bo'ladi, u ham yordam beradi. Keyin yana bitta narsani yodda tutaylik, bolani ovqatlantirganingizdan keyin taxminan 10 daqiqa atrofida tik holatda ushlash ham yordam beradi. Bolani misol uchun ovqatlantirdingiz va ovqatlangandan keyin vertikal holatda ushlang. Vertikal holatda ushlash nimaga yordam beradi desangiz, ovqatlangan mahsulotlarni og'ziga chiqishini oldini olib, pastga harakatlanishiga yordam beradi. Bir 10-15 daqiqadan keyin sut parchalanib pastga harakatlanishni boshlagandan keyin bolani yotqizishingiz mumkin bo'ladi. Bolani ovqatlangandan keyin taxminan 10 daqiqa tik holatda ushlash ham yordam beradi. Keyingi savol, doktor, men 1 oylik chaqalog'im 3 kundan beri ichi kelmaydi, chirillab yig'layapti, qorni dam bo'lyapti. Men yuqorida sanab o'tganimizdek, bolada birdaniga chirillab yig'lash bu ko'pincha ichaklarda gaz tiqilib qolish natijasida ichaklar kolikasi yuzaga keladi, ya'ni ichaklarda qattiq og'riq yuzaga keladi bolada va bola birdaniga yig'lashni boshlaydi. Ko'pincha yig'laganda oyoqlarini qorniga tortib, kuchanib yoki g'ijinib yig'laydi bola. Bu narsani nazarda tutishingiz kerak bo'ladi. Bolalarda ichaklarning mikroflorasi to'laqonli rivojlanmaganligi tufayli ovqat hazm qilish jarayonida ko'p gaz hosil qiladi va natijada ichaklarning devori sust bo'lganligi, ya'ni ichaklar o'sha mushak a'zo bo'ladi va ichaklar nima qiladi? Axlatni, gazni itarib chiqarib tashlash kerak bo'ladi. Bolalarning ichaklari yumshoq bo'lganligi tufayli, hali devorlari yaxshi rivojlanmaganligi tufayli bola haligi gazni ichakdan chiqarishga qiynaladi va natijada o'sha qisqarish jarayonida bolalarda kolika, ya'ni kattalarda o'sha burab og'rish degan narsa bor-ku, o'shanga o'xshagan narsa bolalarda ham kuzatiladi. Biz bunda bolalarga
bolalarga espumizan degan, ya'ni simmetikon saqlovchi gaz haydovchilardan bersak bo'ladi. Keyin bolalarni emizgandan keyin tik ushlasak bo'ladi va qorinni soat strelkasi bo'ylab nima qilish, massaj qilish. Agar lozim bo'lsa, doktorning nazoratida har xil probiotiklar va o'sha ichaklarning mikroflorasini qayta tiklovchi vositalardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Keyin undan tashqari ba'zi bolalarda bo'lishi mumkin bo'lgan holat bu ona sutiga nisbatan chidamlilikni yo'qligi, ya'ni bizada laktaz yetishmovchiligi deydi. Ya'ni o'sha sutni tarkibidagi laktozani nima qila olmaydi, parchala olmaydi va natijada bolalarda qattiq nima bo'ladi, bezovtalik bo'ladi. Biz albatta bolada laktazda yetishmovchiligi bor yoki yo'qligini ham tekshirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, qorinni massaj qilish, bolani tik ushlash va gazni haydovchi vositalarni berish yordam beradi. Keyin undan tashqari bolani ichi kelmasligi deganda nazarda tutiling. Agar ona suti bilan, faqatgina ona suti bilan oziqlanayotgan bola bo'ladigan bo'lsa, unda bu bolaga suv kerak bo'lmaydi, faqat sut o'zi yetarli. Bolani ichini 3 kun kelmasligi bu qotish deb nomlanmaydi, toki bola tagini ho'llab tursa. Sabab nimaga desangiz, sabab ona sutini bola deyarli 90% ni o'zlashtiradi. Natijada ona suti bilan oziqlanayotgan bola axlat hosil qilish uchun 3-4 kun ketadi. Ya'niki o'sha bor yo'q 10% agar axlat chiqindi sifatida hosil bo'ladigan bo'lsa, ona sutini 3-4 kun ichganda bitta axlat keladigan darajada axlat hosil bo'lishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun bolani har kuni ichish kelish shart emas, toki bola tagini ho'llasa, ishtahasi yaxshi bo'lsa, isitmasi bo'lmasa, o'sishda va rivojlanishda davom etsa va uyg'oqlik payti yaxshi o'ynab kulib yurgan bo'lsa. Shuni nazarda tutaylik. Sababi bu narsalar bolani umumiy sog'lom rivojlanayotganini va boshqa muammosi yo'qligi haqida aytadi. Hozirgi ekranda ko'rsatilgan videoda bola tarbiyasida yo'l qo'yiladigan 8 ta xato va uni oldini olish haqida bilib oling. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.